Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan readingni qanaqa qilib 7 ball olish yoki undan baland olish mumkin yoki-da 1 oy ichida qanaqa qilib o'zingizni ballingizdan 1 ball ko'tarish to'g'risida gaplashamiz. O'zim 10 yildan beri ingliz tili IELTS instruktori va General Englishdan dars berib kelaman. Siz biladigan taniqli Toshkentdagi eng oldi 95% taniydigan o'quv markazlarida pastda ishlab chiqqanman hammasida. Bugun sizlar bilan o'zim o'quvchilarimda ishlatgan va o'zimda shaxsan ishlatib tajribamdan o'tgan IELTSdan qanaqa qilib baland ball olish mumkin yoki hozirgi turgan ballinglarni kamida 1 ballga ko'tarish to'g'risida strategiya yoki o'sha tushunchalar haqida gaplashamiz va bundan tashqari agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizga bitta zo'r bonus tayyorlab qo'yganman. Uni ham olish imkoniga ega bo'lasiz. Keldi birinchi navbatda biz IELTS reading o'zi nima, u qanaqa maqsadda tuzilgan va o'quvchilarni qanaqa qilib qiynaydi shu to'g'risida gaplashamiz. Bilaman, hamma o'quvchilar eng yoqtirmaydigan, eng sabri chidamaydigan va practice qilishga erinadigan section hisoblanadi. Nimaga? Chunki readingda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, bitta o'quvchini aynan matonati temir bo'lishi talab qilinadi. Agar xuddi shu qobiliyatlar sizda bo'lmasa, demak siz IELTS readingdan hech qanaqa ball ola olmas ekansiz deb qo'rqitmoqchi emasman. Reading bu biza e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa. Yana o'sha matematika o'qituvchi bo'lgan holatimdan kelib chiqib sizlarga tushuntirib beraman. Raqamlarda o'zingizning natijasi aniq va tiniq qilib ko'tarib olishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina buning uchun biza reading o'zi qanaqa ishlaydi, o'quvchilar qanaqa muammolari borki, readingni hech qachon oshira olmaydi yoki bitta ballda to'xtab qolgan va nimalarni ishlatish orqali yoki-da o'zingizdagi til baryerini qanaqa yo'q qilish orqali siz readingdan qo'rqmasdan turib bemalol ishlay olasiz va 1 soat davomida, to'g'ri bilaman, 1 soat hech qachon yetmaydi, lekin 1 soat davomida siz qanaqa qilib shu readingni hammasini 3 ta passageni ham ishlab bo'lib va yaxshi kayfiyatdan writingga o'tib ketish to'g'risida gaplashamiz. Birinchi navbatda readingni bilamiz, nechta passagega bo'riladi, qanaqa savol turlari bor va men bu to'g'risida gapirib o'tirmoqchi emasman. Meni asosiy maqsadim o'quvchilarda qanaqa muammo bo'ladiki, o'sha muammolarni etaplarini bittama-bitta yengib o'tib, oxiri IELTS readingni cook qilib tashlash to'g'risida gaplashamiz. Xuddi shunaqa razbor qilib men listening video ishlaganman. Agar xohlasanglar Akbar Nosirov YouTube kanalida listening haqida ham ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Ana endi hozir siz bilan readingga kerak bo'ladigan va har bitta o'quvchi 0 bo'lib turib, o'zini 9 oladigan darajasigacha bosib o'tadigan yo'llar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda siz har doim reading tekstni ochganingizda readingga duch kelasiz va u yerdagi tushunarsiz so'zlar, boshqa achib turadigan qiyin vocabulary va grammardan tashkil topgan tushunarsiz tekstga ko'zingiz tushadi. Bu holatda ko'pchilik o'quvchi srazu yoki savollarni analiz qilishga tushib ketadi yoki-da tekstni tushunishga tushib ketadi. Lekin bitta narsaga e'tibor berishingiz kerakki, birinchi etapda siz aniqlab olishingiz kerak. Sizdagi qaysi muammo tepaga sakrashga xalaqit beryapti. Va bu birinchi muammo, birinchi daraja deyman men o'quvchilarga tushuntirayotganda, shundan iboratki, siz birinchi navbatda readingni, matnni to'g'ri tushunishni o'rganishingiz kerak. Agar matnni tushuna olmasangiz, siz savolni 100% tushunganingiz bilan hech qanaqasiga javobini match qila olmaysiz va noto'g'ri javoblar chiqib kelaveradi. Yoki siz javoblarni taxminan topasiz yoki randomda topasiz va shuni natijasida siz qaysi biriga 100% uverен bo'lib javob berasiz, qaysi biriga aniq javob bera olmayapsiz. Shuni ham analiz qila olmaysiz. Shuning uchun birinchi navbatda biz tekstni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin bo'lsa tekstni tushuna olgan o'quvchi doim savolni tushunishga harakat qilish kerak. Agar savolni tushunmasangiz, tekstni zo'r tushunib turgan bo'lsangiz ham savolga to'g'ri javob bera olmaysiz yoki-da kerakli so'zni tanlab ola olmaysiz. Tanlab olmagandan keyin bitta so'z bo'ladimi yoki bitta harf bo'ladimi, xato qildingizmi, u sizga 1 balam, yarim balam, 0 balam olib kelmaydi. Shuning uchun savolni tushunib olish bu ikkinchi etap hisoblanadi. Chunki menga kelayotgan o'quvchilar aytadi, "Men tekstni tushunaman, lekin topa olmayapman, IELTSim o'smayapti" deydi. Tabiiy, tekstni tushundingiz, malades, zo'r. Savolni ham tushunib qo'yish kerak. Endi uchinchi va eng muhim etap bu savolda va tekstdagi kontekstni bir-biriga match qila olish. Agar ularni ikkalasini tushuna olib, 100% anglaganingizdan keyin javobi bir-biriga match qila olmasangiz, sizda misol uchun quyidagi holatlar kelib chiqishi mumkin. Birinchi savolni javobini 2 ga, 2 ni 3 ga, 3 ni 4 ga yoki-da xuddi shunaqa ketma-ketlikda javoblarni o'rnini chama-charsh qilib tashlaysiz. Yoki-da bir-biriga bog'lamagandan keyin qanaqadir texnik xato orqali siz juda ham katta baliq otib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun 3 ta etapdan o'tib olish siz uchun juda muhim va biz birinchi etapdan boshlaymiz. Birinchi navbatda siz praktik qilganingizda o'zingizni anglaysiz va o'zingiz bilan haqqoniy bo'lsangiz, siz tushunasizki, readingdagi yozilayotgan so'zlar tushunarsiz bo'ladi. Yoki-da harakat qilasiz, xuddi bir xil General Englishda o'qigan o'quvchilarga o'xshab, so'zma-so'z tarjima qilishga. Ingliz tilida reading qilyapsizmi, listening qilyapsizmi, so'zma-so'z tarjima qilishga urinmang. Chunki 1 soatda o'zi sizni tekstni o'qib chiqib javoblarni topishingizga zo'rg'a yetadi.
Siz uni tarjima qilishga o'tadigan bo'lsangiz, qanaqasiga siz ulgurasiz 1 soat ichida. Shuning uchun siz contextual understandingni kuchaytirishingiz kerak. Ya'ni har doim kontekstda nima berilayotgan bo'lsa, shuni tushunishga harakat qiling. Buning uchun bitta zo'r texnika bor. Agar siz buni ishlatadigan bo'lsangiz, sizga uje readingni quvurib, practice quvurib oshirish qiziq bo'lmaydi. Siz shu texnikani yaxshi ko'rib qolasizki, uje o'zingiz qilishni boshlaysiz. Birinchi navbatda curiosity-ni oshiring. Ya'ni biz bilamiz, hech kim, misol uchun yoshligidan yiliga 100 talab yoki mayli hop 10 talab kitob o'qib bitirib chiqmagan o'zini tilida. Ingliz tilida siz kitob bitirganmisiz? Hop, artikl o'qiysizmi? Yoki qanaqadir research paper o'qiganmisiz? Hech bo'lmaganda qanaqadir podcastni ko'rishga erinib, ChatGPT'ga mashina menga summary'sini qilib berganda men o'qib olaman deganmisiz? Menimcha yo'q. Shuning uchun bitta narsani tushunashingiz kerak. Siz qanaqa tekst o'qishingizdan qat'iy nazar, men sizga maslahat berardimki, o'zingizning darajangizga mos bo'lgan tekstdan boshlang. Agar shu tekst o'z darajangizga mos bo'lsa, bu passage 1 da ham juda oson bo'ladi va qulay bo'ladi. Chunki passage 1 odatda biografiya, tarixiy hodisa yoki tarixiy binolar yoki shaxslar haqida gap ketadi. Siz ham xuddi shunga mos ravishda tekst o'qiysiz. Upper intermediate yoki qanaqadir piramidalar haqidagi documentary text deydi-ku, shunaqa tekstda ayni muddao. Siz nima qilishingiz kerak? Bizga kerak bo'ladi tekstlar va sizni sabringiz bilan fokusingiz. Shu tekstni o'qiysiz. Shu tekstni o'qigandan keyin siz o'zingiz shaxsan summary yozasiz. Xuddi shu narsani 30 kun davomida qilasiz. Agar xohlasangiz, meni 30 kunlik challenge'im bor edi. Telegram kanalim linkini tashlab qo'yaman. Biz o'quvchilar bilan 30 kunlik challenge'da xuddi shu usulni ishlatish orqali artikl bo'ladimi, tekst bo'ladimi, xohlagan bitta o'zingizning kitobdan parcha bo'ladimi, o'shanga summary yozish orqali ham reading, ham comprehension, ham contextual understanding. Bundan tashqari writingni ham vashim oshirib yuboradi. O'zi bilmagan holda qiladi. Nimaga? Chunki u qiziqyapti, qiziqqan tekst tushyapti va qiziqqan tekst haqida ma'lumot yozyapti. Va buni ustozsiz ham tekshirsa bo'ladi. Qanchalik yaxshi ketayotganingizni. AI o'rtog'iga yozasizlar. Please check it. Was it paraphrased correctly or no? Bo'ldi, shu bilan ishinglar bitdi. Ana endi siz tekstni tushunib olganingizdan keyin bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Xuddi passage 1 ni darajasidagi tekstlar qilyapsiz. Siz o'sha u tekstni tushuna olyapsiz va ertaga yangi vocabulary'ni kontekstdan ma'nosini chiqara olyapsiz. Dictionary'ga qaramayapsiz. Google Translatormi, Yandexmi, любой translatorga qaramayapsiz-da. Tushunib olyapsiz. Uni tushungandan keyin translate qilib chek qilyapsiz. Demak, siz tekstni tushunyapsiz. Sizda o'sha muammo yo'q. Ana endi biz savolga o'tishimiz kerak. Savolni qanaqa tushunsak bo'ladi degan narsa tug'iladi. Bu yerda ham tekst o'qishimiz kerakmi yoki yana summary yozishimiz kerakmi deb so'rashingiz mumkin. Yo'q, hech narsa kerak emas. Faqatgina yana biz o'zimiz yaxshi ko'rgan taktika men juda ham yaxshi ko'raman. Buni nima qilishingiz kerak? Shunchaki har bitta savol olasiz tekstiga, readingdagi va o'sha savolni o'zingizning tilingizda birinchi navbatda o'zbek tilida, rus tili bo'lsa rus tili, keyin o'zingizning ingliz tili darajangizdan kelib chiqqan holda paraphrase qilasiz. To'g'rimi, noto'g'rimi, paraphrase qilib, menga eng muhimi deysiz, meaningini chiqarib bersam bo'ldi. Agar shu meaningini chiqarishni boshlasangiz, siz o'sha savolni zo'r tushunyapsiz. Bu eng muhim etap. Chunki siz hozir tekstni tushunyapsiz, matnni va savolni tushunyapsiz va uni bir-biriga bog'lash uchun mustik hosil qilishga harakat qilyapsiz. Ana endi bu ko'prik haqida gaplashamiz. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda ko'prik bu metaldan bo'ladimi, plastikdan bo'ladimi, sizlar tasavvurlar osonroq bo'lish uchun eng muhimi tushib ketmaydigan mustahkam bo'lsa bo'ldi. Ya'ni nima demoqchimanki, ko'prik qurayotganda biz bir-biriga match qila olishimiz kerak ideyalarni. Uning uchun bir parcha qog'oz o'zi yetadi. Qog'oz olasizlar, odatda ko'pchilikda IELTSga tayyorlayotganlarda notebook bo'ladi. O'sha notebook yoki copybook farqi yo'q. Daftar olishga erinsangiz, kitob orqasi qilib, bo'sh joy ko'p. Yoki tekstni tushunib tagiga qilinglar. O'rtasidan ikkiga bo'lasizlar. Bitta qismga tekst, ikkinchi qismga question deb yozasizlar. Va nimaga e'tibor berishingiz kerak? Questiondagi analyze qilgan keywordlar bor-ku, ana o'sha keywordlarni bittama-bitta yozib chiqasiz. Va xuddi shu savol chiqqan tekstdagi javobini olib, ertaga keywordlarni ko'chirasiz. Agar shu keywordlar bir-biriga match qilayotgan bo'lsa va bitta dona so'z qolib ketayotgan bo'lsa, tabriklayman. Siz form completion'dagi bitta qolib ketgan javobni topa oldingiz. Agar bir true false not given bo'layotgan bo'lsa, siz bir-biriga match qilish orqali ko'ryapsizki, bitta dona so'z savolni true yoki de false qiladi, yoki de ma'lumot, yarim ma'lumot. U savolni not given qilish mumkin. Xuddi shu taktikani summary completion bo'ladimi, matching headingsmi, information containtsmi, hammasini ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Sizni paraphrasing skillingizni vashim zo'r oshirib beradi. Ana endi e'tibor bering. Biz tekstni tushunib oldik, savolni tushunib oldik va uni bir-biriga bog'lab oldik. Ana endi xuddi shu jarayonni siz har kun takrorlashingiz kerak. Bu narsa passage 1 bo'ladimi, 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, hammasiga taalluqli. Endi passage 1 da biz odatda yengilroq, osonroq tekstdan tushunadigan bo'lsak,
javob topayotganda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Chuqurlashish mumkin emas. Agar siz chuqurlashadigan bo'lsangiz, juda ham ichkari kirib ketgan bo'lsangiz, birinchidan vaqtingizni yo'qotasiz. Ikkinchidan energiyangiz ketadi. Reading section sizga energy, time va stress management bu. English testing emas faqat. 3 ta ko'nikmani ham sizda tekshiradi. Shuning uchun siz passage 1 da soddalashtirib olasiz hamma narsani, passage 2 bilan 3 da ichkariroqqa kirishga tayyor bo'ling. Bo'ldi shu. Boshqa narsa sizdan talab qilinmaydi. Ana endi misol uchun siz aytishingiz mumkin, passage 1 ni tushunib oldim. Passage 2 bilan 3 da nimaga e'tibor berishim kerak? Qanaqa tekst qilishim kerak? Upper intermediate tekstlarni o'qisam bo'ladimi desa yo'q. Afsuski endi bo'lmaydi. Chunki u yerda murakkab, asosan abstrakt bo'lgan tushunchalar, mavzular discussion bo'ladi. Shuning uchun bitta narsaga e'tibor bering. Ana endi research paper yokida qanaqadir olimlarni yozgan kitobi. Misol uchun men ko'p aytaman o'quvchilarga, juda ham zo'r kitob Why We Sleep degan kitob bor. U ilmiy kitob hisoblanadi. O'sha kitobni o'qigan bo'lsangiz, ham siz readingingiz oshadi, ham o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hayotda juda asqotadi. Ayniqsa aziz topshirish oldidan uyquni to'g'rilab olish bu ham muhim. Endi siz research paperlarni o'qishni boshlaganingizda nimaga e'tibor berasiz? Ertaga qanaqa problem bor edi? Erta qanaqa problemga solution ishlatib ko'rishdi va qanaqa natijalar, results nima bo'ldi? Xuddi shu narsa passage 2 da bo'ladi. Siz bunda chaqib ketmasligingiz uchun research nima haqida ketayotganini tushunishingiz kerak bo'ladi. Shuni tushunib olsangiz, sizda o'sha passage 2 dagi qo'rquv ancha ketadi. Bu qo'rquv ketsa juda ham muhim, sababi siz bu passageni qilayotganda o'zingizga o'zingiz tayyorlov qilasiz passage 3 ga. Chunki passage 3 odatda sizga passage 2 dan ko'ra ozgincha osonroq bo'lishi mumkin yoki bir xil darajada bo'lishi mumkin. Ko'pincha o'quvchilar ham aytadi, passage 2 nimagadir qiyinroq bo'ldi, passage 3 osonroq edi degan tushunchani berishadi. Bitta narsaga e'tibor beramiz, passage 2 da juda ham ko'p theory ishlatiladi, juda ham ko'p resultlar, regressionlar bo'ladi va erta qanaqadir natijani qidirishga harakat kuchli bo'ladi. Shuning uchun bu academic paper hisoblanadi. Passage 3 da ham xuddi shunaqa darajani hisobga olgan holda odatda bizga qiziqroq tema beradi va u temani biz o'zimizning hayotimizda bir marta bo'lsa ham to'qnash qilgan bo'lamiz o'sha ma'lumotga. Shuning uchun bizda yengilroq kechadi nisbatan. Shuning uchun bitta narsaga e'tibor bering. IELTSda baland ball olishning omadi bormi desa, omadning roli bor. Katta emas, lekin omadning roli bor. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun oddiy o'quvchilar, misol uchun teenagerlar bo'ladi. Maktabdan shunchaki o'qib chiqayotgan o'quvchilar business management to'g'risida gaplashganmi? Yoki business management haqida qanaqadir tajribasi bormi? Tabiiyki yo'q. Значит, business management haqida tekst o'qisa, unga qanchalik oson yoki qiyin bo'ladi, o'zi tushunolsiz bo'ladi. Yoki-da sizga hozir olimni hayot to'g'risida beryapti. Bu passage 1 ni odatda tushadi. Siz adabiyotda, tarix kitoblarida o'qigansiz-ku, shuning uchun unga qiynalmaysiz. Lekin turli xil mavzular, asosan abstrakt bo'lsa, mavhum bo'lsa, ancha qiynalib qolish. Shuning uchun mana kitob o'qiysizmi, artikel o'qiysizmi, mayli o'zingiz qiziqmasangiz ham yoki qiziqsangiz ham turli xil mavzularni qamrab olishga harakat qiling. Mana shu sizga oldin tushgan mavzularni qisman qamrab olishga yordam beradi. Biza har bitta passageni razbor qilib oldik, ya'ni ular qanaqa holatda kelyapti. Ana endi bitta narsa juda ham muhim. Ko'p o'quvchilar menga aytadi, 4-5 marta o'qiydi-da tekstni va savolni ham shuncha marta o'qib qidiradi va eng qizig'i javob umuman topa olmaydi. Ekzaminda o'zi o'ylang, 1 soat bo'lsa 4-5 marta tekst o'qiysiz, 4-5 marta savolni o'qiysiz qayta-qayta, qanaqasiga boshqa savolga vaqtingiz qoladi. Shuning uchun nima qilishingiz kerak? Odatda naynerlar yoki-da zo'r IELTS instruktorlar ham har bittasi qiladigan usul nima? 1 marta tekstni o'qiydi va 1 marta savol o'qiydi. Ya'ni tekstni o'qish jarayonida savollarni bir-biriga moslashtirib topib ketadi. Bitta tekst o'qidi. Agar sizga passage 1 da 4 ta savol baravar kelayotgan bo'lsa, ketma-ket keladi tabiiy, to'g'rimi? Bittasini o'qiydi, uni tugatganidan keyin ikkinchisiga o'tadi va tekstni ham shunga mos ravishda olib ketadi. Butun tekstni o'qib olib, keyin savolga o'tmaydi. Yoki butun savolni analiz qilib chiqib, keyin tekstni mijjalab, maydalab o'qib chiqmaydi. Shunga e'tibor berishingiz kerak. Endi bu yerda nima muhim? Agar siz 1 marta reading tekstni o'qib va savollarni 1 marta o'qib javob topmoqchi bo'lsangiz, reading speed ustida ishlashingiz kerak. Misol uchun bu nima degani? Ko'pchilik bunga e'tibor bermas ekan. O'zimni o'quvchilarim qani o'qib bersam, pichillab, sharlatib o'qib tashlayapti, lekin baloni ham tushunmayapti. Lekin og'zini chiqarib o'qitsam, na o'qiyapti, na pronounce qilyapti, na so'zdan bir-biriga bog'layapti. Xuddi beginnerda o'tirgandek hayajonlanib o'qiy olmayapti. Xo'p, siz pichillab o'qiganingizdan foyda bo'lmasa, kontekst tushunmasangiz, nima qilasiz tez o'qib? Eng zo'r mana o'zim IELTS instruktorim bergan maslahatlardan bittasini ulashaman. Bu readingni hech qachon tez yoki sekin o'qish sizga foyda olib kelmaydi.
Siz o'zingizni natural flowingiz orqali o'qishingiz kerak. Ya'ni siz ingliz tilini tabiiy qanaqa o'qiysiz va qanaqa tezlikda o'qiganingizda siz reading tushunasiz. Xuddi shuni o'qishdan mashq qiling. Mayli bitta passajni o'qishga 1 soat ketsin, sekin o'qiganda tushunishingiz uchun. Mayli 1,5 soat ketsin. Agar siz buni 30 kun davomida mashq qiladigan bo'lsangiz, bu son aniq tushadi. 15 daqiqa, 20 daqiqaga bemalol sig'dirsa bo'ladi. Hattoki undan ham tezga o'qib tushunib olsangiz bo'ladi. Faqat har kuni consistently mashq qilishingiz muhim. Agar mashq qilmasdan to'xtab yoki tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, yana natija tushib ketaveradi. Endi bu speedni qanaqa chiqaramiz? Odatda bizda shadowing texnikasi bor yoki Engnoid saytiga kiradigan bo'lsangiz, kitoblarni sizga o'qittiradi yoki passajlarni o'qittiradi, sizni o'zingizning speedingizga moslab beradi. Shuni o'qib, keyin nima qilasiz? Обязательно yozasiz. O'qigan narsangizni to'g'ri tushundingizmi, tushunmadingizmi, mashq qilish uchun. Shu orqali siz o'zingizni natural speedingizni aniqlab olsangiz bo'ladi. Mana bu eng muhim tushunchalardan bittasi. Reading passage 1 mi, passage 2 mi, passage 3 mi o'qish, tekstlarni tushunib olish, savolni tushunish va ularni bir-biriga bridge orqali bog'lab javoblarni topish. Mana shu etaplarni o'tib boradigan bo'lsangiz, albatta sizning balingiz ko'tarilmasdan qo'ymaydi. Lekin yana bitta narsa qolib ketdiki, readingni 50-60% tashkil qiladi. Bu albatta vocabulary. Qatdan advanced vocabulary olsam bo'ladi. Qatdan o'qisam yoki tushunsam bo'ladi desangiz, biz sizga eng zo'r life hack beraman. Hech qanaqa kitob kerak emas. Hech qanaqa academic vocabulary yodlashingiz shart emas. Siz passageni olasiz. O'sha yerdagi academic vocabulary bormi? Topic based vocabulary bormi? AI do'stingizga aytasiz. Menga butun ALS reading tekstida tushishi mumkin bo'lgan savollarni javobga taqab olib keladigan keywordlarni list qilib berganda, men o'shani yodlashimga qulay bo'lsin desangiz, xohlasangiz paraphrase qilib olasiz, xohlasangiz tarjimasini qilib olasiz, kartochka metodi bo'ladimi, yozib yodlashingizning farqi yo'q. Mana shu sizning vocabularingizni vashing boost qilib beradi, chunki readingda vocabulary qism juda muhim oshirishingiz uchun. Ana endi vocabularyni tushunib oldik. Grammar structurelar, kontekstlarni hammasini tushunib oldik. Agar shu joyga kelganda chalg'ib ketib yoki chalkashtirayotgan bo'lsangiz, men checklist tashlab qo'yaman. Har kuni qanaqa reading qilayotgan bo'lsangiz ham, siz o'zingizni ustingizda ishlab qolib ketmaslik uchun, o'sha consistency uzilib qolmaslik uchun zo'r checklist tayyorlab qo'yganman. Buni men videoni opisiyaniyasida Telegram kanalimga silkasini qoldiraman. Bemalol kirib ko'rib olsanglar bo'ladi. Agar video foydali bo'layotgan bo'lsa, birinchi navbatda o'rtog'iliga yuboringlar. Obuna bo'linglar va meni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga zo'r obzorlar va seksiylarning analizini tayyorlab qo'yganman.